Bugun uyda topiladigan 4 tagina mahsulotdan judayam mazali, tez tayyor bo'ladigan va albatta gaz pech kerak bo'lmaydigan shokoladli rulet qilamiz. Qani ketdik. Mazkur shirinlik uchun xohlagan turdagi pechenyelardan foydalanishingiz mumkin. Men toplyonniy pechenyelarni oldim. Odatda ushbu pechenyelardan shirinliklar judayam mazali chiqadi. 300-350 gram pechenyeni idishga solganingizdan so'ng qo'lingiz yordamida maydalab chiqasiz. Hamma pechenyelarni bir tekisda maydalab bo'lganingizdan so'ng yaxshi pishgan bitta bananni olib, vilka yordamida xuddi shunday kasha holatiga keltirib olamiz. Bananni pishganligi va shirinligi muhim ahamiyat kasb etadi. Boisi shirinligimizga umuman shakar solinmaydi. Shu sababdan ham pechenye va bananni shirasi bilan shirinligimiz yanada shirin chiqadi. Endi esa shirinligimizni asosiy tayyorlov qismiga o'tamiz. Maydalangan pechenyelarimizga 2 osh qoshiq kakao kukuni va kasha holatiga keltirgan banan, 100 mg sut va bitta eritilgan plitka shokoladini solamiz. Barcha masalliqlarni solib bo'lganingizdan so'ng xuddi men singari qo'lingiz yordamida yoki qandaydir qoshiq yordamida barcha masalliqlar bir xil holatga kelgunga qadar aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan masalliqni iste'mol plyonkasiga, ya'ni pishavoy plyonka ustiga solamiz. Ruletimizni qo'limiz yordamida yasab olishimiz kerak bo'ladi. Ruletni xohlasangiz men singari to'rtburchak shaklda yoki yumaloq holatda yasab olasiz. Masallig'ingiz suyuq bo'lsa, ruletni shakli chiqmaydi. Shu sababdan ham quyuqroq bo'lishi uchun sutni biroz kamroq soling yoki pechenyelardan ko'proq foydalaning. Ruletdagi masalliqlar bir-biriga yaxshilab singishi uchun xolodilnikka yoki morozilnikka solib qo'ying. Tezroq qotishini istasangiz morozilnikka, sekinroq qotishini istasangiz xolodilnikka solsangiz bo'ladi. Mana azizlar, bir zumda juda ham tez, oson tayyor bo'ladigan eng asosiysi gaz pechi umuman kerak bo'lmaydigan, ham kattalarga, ham bolalarga birdek yoqadigan, mazasi og'izda qoladigan, qolaversa shirasi me'yorda bo'lgan ruletimiz tayyor bo'ldi. Qo'limiz yordamida maydalagan pechenyelar ichida xuddi yong'oq singari mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Banan bilan shokolad ta'mi esa ruletimizni yanada mazali qiladi. Bu shirinlikni siz ham tayyorlab ko'ring, bittada o'xshab chiqadi va albatta yerliklarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Hurmat bilan Qunduzxon Abdullayeva. Shirinligim yoqqan bo'lsa, izohlarda fikringizni kutaman. E'tibor uchun rahmat.